Shahzodbek, mana jamoamiz ayni paytda o'sha Qatarda Al-Ahliga qarshi o'yinga tayyorgarlik ko'ryapman. Jamoaning kayfiyati, tayyorgarlik qanday olib borilyapti? Assalomu alaykum. Tayyorgarlik zo'r bo'lyapti. Xudo xolasa hamma bilib turibdi, oldimizda qanaqa o'yin turganini. Inshaalloh qo'ldan kelgancha harakat qilamiz yutishga, grupp bilan chiqishga. Umuman siz faoliyatingiz davomida adashmasam Qatar klublariga qarshi oldin o'ynagansiz. Umuman qanday xotiralar qolgan o'sha jamoalar qarshi o'yinlar va eng qiyin o'yin siz uchun qaysi biri bo'lgan? Al-Sadd bilan o'ynaganmiz, Al-Vasl bilan o'ynamaganman. Zaminda bo'lganman, Al-Vaslga yutqizganmiz. Al-Saddni jarda yutganmiz. Al-Sadd qizuvroq bo'lgan, chunki u yerda men o'ynaganman. Al-Vaslda endi boshqa sostav bo'lgan, o'ynamaganman. O'shaning uchun unaqa variantlar o'ynamaganman bu o'yinda. Qatar jamoaga qarshi o'ynash siz uchun qanday, masalan, o'ziga yarasha qanaqa bir ahamiyatga ega? Ular kuchli, ularda mas'uliyatli legionerlar bor. O'shani hisobga olgan tarzda qiyin bo'ladi o'yin. Tushishga harakat qilamiz, biz ham padarka emasmiz. Ularda kuchli legionerlari bor. O'sha legionerlarni yopsak, xudo xolasa chochka osuv bo'ladi. Yutsak, xudo xolasa chiqamiz. Boshqa rezultat bizga qoniqtirmaydi. Faqat yutishimiz kerak.